1,5 daqiqa vaqtingizni ajratsangiz aniq foyda topasiz. O'tkazib yubormang. Keyingi video aynan siz uchun atalgan. Go'rkovga xohlaganini beradi. Atagani biza menimcha berishni so'rab olmaymiz. Imkon qadar. Lekin xafa bo'lib ketargan joyingiz bir kuniga 20 millik miyaki stoli taxlab qo'yishadi. Ana yerda 200 tadagi dasturxon tarqatishadi, lekin mana sovuqda ishlaganingizda qo'lingizga hamma arzimagan pul tashab ketib, ertasi kuni bel boylab mana men onamga osh beraman turargan odamlarni ko'rsangiz asabingiz qo'zg'aydi, lekin ichingizga yutasiz. Xudo boshqa odam barakasini bersin deysiz. Bolangizning kiyimi yirtilsa, ada yangi kiyim olib bering desa, indamay olib berasiz. Lekin ona olamdan o'tgandan keyin unga ishlatiladigan pulni hisob-kitob qilib qo'yishadi. Yanada o'qib berish uchun yo'l-kira xarajat qilib kelishadi. O shahar nari burchagidan 200 ming so'm pul kassasiga to'lab qo'yish kerak desa, domla pul so'rayapti, janoza o'qiganga deyishadi. Endi domlani ham bola chaqasi bor, Go'rkovning ham bola chaqasi bor. Lekin ana yerda rejalashtirib qo'yargan to'yimizga necha million pul ishlatib yuboramiz. Men hammani nazarda tutmayapman. Ba'zi birlarni nazarda tutamiz. Ko'p. Shunaqa. Ozgina ta'sirlangan bo'lsangiz, boshqalar ham bundan ibrat olish uchun videoni boshqalarga tarqatib qo'ying.